Assalomu alaykum. Hurmatli Sarxat.uz kanali obunachilari. Sizlar bilan Sarxat hafta ichida dasturi orqali ortda qolgan haftada chegara qo'shinlarida bo'lib o'tgan tadbirlar sharhini men Erkin Yodgorov hamda Sarxat.uz jamoasi e'tiboringizga havola qilamiz. Xabaringiz bor, 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni yurtimiz bo'ylab ko'tarinki ruhda o'tkaziladi. Bayram munosabati bilan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari tasarrufidagi barcha bo'linmalarda turli tadbir va bayramlar tashkil etildi. Toshkent viloyatining 26-umumiy o'rta ta'lim maktabida hamkorlikda tashkil etilgan tadbir ham barchaga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Hozirgi lavhamiz aynan shu haqda. Jamiyatda ustozlarga bo'lgan hurmat va ehtiromni yana bir bor keng targ'ib qilish, yosh avlod qalbida ta'lim-tarbiya, fidoyilarga nisbatan minnatdorlik tuyg'ularini mustahkamlash maqsadida tadbir tashkil qilindi. Ustozim, sizga ta'zim shiori ostida bo'lib o'tgan bayram dasturi Toshkent tumanida joylashgan 26-maktab ma'muriyati hamda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari bilan hamkorlikda o'tkazildi. Bugun maktabimizda 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan tadbir tashkil etildi. Har bitta o'quvchini orqasida turgan ustozi bo'ladi. Hattoki o'sha ota-onasini ham orqasida turgan, yoshlikdan tarbiyalagan ustozi bo'lgan. Aynan shularga hurmat evazida ularga nisbatan e'zoz sifatida tadbirimiz tashkil etilyapti va ularga ta'zim shu fursatdan foydalanib hamma ustozlarni bugungi bayram bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Shuningdek, tadbir davomida mashaqqatli va sharafli kasb egalari bo'lmish ustozlar madh etildi. Iqtidorli o'quvchilar she'rlar, kuy-qo'shiqlar va sahna ko'rinishlari orqali mehribon ustozlarga samimiy tuyg'ularni izhor etishdi. Badiiy chiqishlar o'qituvchilar qalbida faxr va quvonch uyg'otib, ularga bayramona ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Harbiylar ishtiroki tadbirga yanada joziba baxsh etdi. Ustozlarga ko'rsatilgan ehtirom o'quvchilar uchun ham katta saboq bo'ldi. Tadbir yakunida ustozlarga samimiy tilaklar bildirilib, ta'lim-tarbiya yo'lidagi mehnatlari uchun minnatdorlik bildirildi. Ustoz, yurt kelajagi bunyodkori. Ana shunday bayram tadbirlari esa ta'lim fidoyilariga bo'lgan yuksak hurmat va ehtiromning amaliy ifodasidir. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida joylashgan harbiy bo'linmalarning birida qayta ta'mirlangan ma'muriy binoning ochilishiga bag'ishlangan tantanali tadbir tashkil etildi. Tadbirda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari faxriylari, harbiy xizmatchilar va jamoat tashkiloti vakillari ishtirok etishdi. Mazkur binoda tashkil etilgan xizmat xonalari, sport zal va oshxona harbiy xizmatchilar ixtiyoriga topshirildi. Xorazm viloyatida joylashgan harbiy bo'linmalarning birida Shovot tumanida joylashgan umumiy o'rta ta'lim maktablarining yuqori sinf o'quvchilari uchun ochiq eshiklar kuni tadbiri o'tkazildi. Vatan muqaddas, uni himoya qilish eng oliy burch shiori ostida tashkil etilgan mazkur tadbirda o'quvchilar harbiy qismda yaratilgan shart-sharoitlar, askarlarning kun tartibi va o'quv mashg'ulotlari bilan yaqindan tanishdilar. Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida joylashgan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli harbiy qismda yosh harbiylar o'rtasida zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Musobaqa davomida qatnashchilar mantiqiy fikrlash darajalarining ancha kengligini amalda namoyon etdilar. O'yin yakunida g'olib va sovrindorlar munosib taqdirlanishdi. Qoraqalpog'iston Respublikasida joylashgan harbiy qismlarning birida eng ilg'or mutaxassis tanlovining ikkinchi bosqichi o'tkazildi. Qizg'in bahslarga boy bo'lgan musobaqa yakuniga ko'ra eng mohir xizmat itlari yo'riqchisi nominatsiyasida kichik serjant Ruslanbek Ro'ziyev, portlovchi moddalar va giyohvand vositalarni qidirish yo'nalishi bo'yicha 3-darajali serjant Zuhriddin Husanov, eng mohir chavandoz nominatsiyasida 3-darajali serjant Jahongir Kenjayev va eng mohir veterinariya feldsher yo'nalishida 3-darajali serjant Hakimbek Jaqsimovlar g'olib deb topildi. Surxondaryo viloyatida joylashgan harbiy qismlarning birida dovyurak jangchi intensiv sinovlarining bu yilgi mavsumi ham ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Unda chegara qo'shinlari safida xizmat qilayotgan mard va jasur o'g'lonlarimizning jismonan baquvvatligi, chidamliligi, ekstremal sharoitlardagi ruhiy bardoshliligi yana bir bor sinovdan o'tkazildi. Urganch shahrida universal jang bo'yicha bo'lib o'tgan jahon chempionatida harbiy sportchilarimiz terma jamoamiz safida munosib ishtirok etishdi. Ushbu nufuzli musobaqada 14 ta davlatdan 400 nafardan ortiq eng kuchlilar g'oliblik uchun bellashdilar. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari 9 ta oltin, 3 ta kumush va 10 ta bronza jami 22 ta medalni qo'lga kiritdilar. Umumjamoa hisobida Qozog'iston 3-chi, Ukraina 2-chi o'rinlarni qo'lga kiritgan bo'lsa, O'zbekiston terma jamoasi tengsiz deb topildi.
Chexiya poytaxti Praga shahri mezbonlik qilgan dzyudo bo'yicha Yevropa ochiq kubogi bellashuvlarida 57 kg vaznda ishtirok etgan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchisi Shukurjon Aminova bronza medalni qo'lga kiritdi. Hafta davomida siz uchun tayyorlagan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. O'ylaymizki, axborot yetkazish borasida qilayotgan sa'y-harakatlarimiz sizga manzur bo'lmoqda. Sarhad.uz kanalini kuzatishda davom eting. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.